Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz Alaziz choyxonasi. Shundoqqina orqasidagi mahalladan 7 sotixli katta xonadonni obzorga kelganmiz. Arenterga keladigan bo'lsak, sog'lom povorotidan shundoqqina 200 metr ichkariga kirganda, qonunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, xonadonimizdan kirganimizda chap qo'limizda shundoqqina zeleniy zonasi, bu yoqdan o'tganimizda tapchanlari joylashgan, bu yoq tarafimizda yurganimizda bog' qismi qilib qo'ygan, chiroyli holatda. Undan o'tganimizda shundoqqina molxonalar qurib qo'ygan. Hozirgi kunda tog'amiz parrandachilik bilan shug'ullanishayotgan ekanlar. Qanunday bo'lsa, uyimizni ichiga ko'ramiz. Ketdik. Mana xonadonimizning ichkari ko'rinishi, ko'rib turganingizdek, bu yoq prixoshka qismi. Bu uyimizda kvartirada bor sharoitlar hammasi bor. Bu yoqda kirganimizda shundoqqina o'ng qo'lda mana ko'rib turganingizdek sanuzel qismi, tualetlar o'rnatilgan, dushovoy kabinkalar qo'yib qo'yilgan. Bu yoq qismi esa shundoqqina kirganimizda o'ng qo'limizda bitta xonasi, o'tirib bemalol mazza qilib choy ichadigan xona. Undan o'tganimizda bu yoqda spanli qismi, spanli ham yaxshi, kattagina, shinam holatda. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek chiroyli holatda, mebellari qo'yib qo'yilgan, bu yoqqa kuxnelari chiroyli holatda o'rnatib qo'yilgan. Undan chiqqanimizda bu yoq tarafimizda katta eshikdan kirganda bitta chap qo'limizda zal qismi. Zalimiz ham ko'rib turganingizdek yaxshi, shinam, kattagina, remontlari zo'r holatda. Bitta oila kelib mazza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimizni tog'amiz narxini 87 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqinglar. Bu uyimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Dokumentlari hammasi notariusga tayyor. Bog'lanasiz, uy yoqsa kelib ko'rasiz, olasiz, nomingizga o'tkazib olasiz.